Bismillah va salatu va salamu ala rasulillahi Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Azizlar, bugun sizlar bilan birgalikda arab tili o'rganishda yuz beradigan eng katta xatolar haqida biroz suhbatlashamiz. Nima uchun? Chunki hozirgi talabalar, ya'ni aynan sizlar bu xatolarga yo'l qo'ymasdan tezda bir natijalarga erishishliklaring uchun bu narsalarni biz tartibga solib chiqdik. Agar shu xatolarni qilmasanglar, inshaalloh tezda va qisqa paytda yuksak darajalarga ko'tarilasizlar Allohning izni bilan. E'tibor beringlar. Arab tilini o'rganishda eng katta yuz beradigan xatolardan birinchisi talaffuzga e'tibor bermaslik. Talaffuzga e'tibor bermaslik. Nima degani u? U harflarni chiqadigan o'rinlarini va sifatlarini bilmaslik. Qisqa qilib aytganda, tajvid qonun qoidalarini bilmaslik. Chunki eng muhim narsa arab tiliga kirayotgan inson birinchi o'rganadigan narsasi arab harflarini to'g'ri va xatosiz chiqadigan joylariga e'tibor berib va sifatlarini bilib chiqarish kerak. Ana u har bir, ya'ni bu harfni nutq qilganda umuman unda xato sodir bo'lmaslik kerak. Masalan, ko'pincha insonlar ayn va qof harflarini yoki sin yoki zal harflarini farqlay olmaydi. Bu natijasida nima bo'ladi? Bu natijasida u chala bo'lib qoladi. Shuning uchun harakat qilish kerak, talaffuzga e'tibor, katta e'tibor qaratish kerak. Va Qur'on o'qiganda uni tajvid bilan chiroyli tarzda o'qishni o'rganish kerak. Buni bajarmaslik eng katta xatolardan biridir. Ikkinchi xatomiz grammatika qonun qoidalarini yuzaki o'rganish. Nima degani u? Nahv va sarf qoidalarini to'liq o'rganmaslik. Chala-pucha. Masalan, sarf degani so'z yasash. Ya'ni arab tilida kalimalardan so'z yasaydi. Bitta o'zak harfdan u foil yasaydi, maf'ul yasaydi, sifat mushabbaha, siga mubolag'a yasaydi. Buni to'liq o'rganmagandan keyin u chala bo'lib qolaveradi. Hech qachon yuksakka chiqa olmaydi. Shuning uchun arab grammatikasini to'liq o'rganish kerak. Ko'pincha talabalar nima qiladi yoki ustozlar shogirdlarini masalan sarf o'qitayotganda sulosiy mujarrad 6 bobini yodlatib qo'yadi yoki sulosiy mazidlar 12 bobini yodlab senga yetadi deydi. Yoki vaznga solishni o'rgatib qo'yadi. Aslida sarf fani keng fan. Uni iloji boricha to'liqroq o'rganishga harakat qilish kerak. Nahv ham xuddi shunday. Nahv fani jumladagi, ya'ni kalimalarni, so'zni oxiringi harakatiga e'tibor berishlik. Ko'pincha o'qiganimizda jumlaning oxiridagi harflarni noto'g'ri o'qilinadi. Bu esa arab tili o'rganayotganlar uchun eng katta xato. Masalan, raf o'qilinadigan narsa, foil raf o'qilinadi. Mubtado raf o'qilinadi. Bu degan u. Shuni nasb qilib o'qiydi. Qala Muhammadun bo'lsa qala Muhammadan deydi masalan. Xato o'qiydi. Bu esa eng katta xatolardan biri bu ham. Shuning uchun arab tilini o'rganaman dedingizmi? Albatta grammatika qonun qoidalarini mustahkam o'rganing, shoshilmasdan. Uchinchi xato so'z boyligini kengaytirmaslik. Odam talaffuzini to'g'riladi va qonun qoidalarini o'rgandi, sarfni o'rgandi, nahv fanini o'rgandi. Endi nima qilish kerak? U so'z boyligini boyitish kerak, kengaytirish kerak. Har kuni bironta bir yangi kalimalarni yodlash kerak. Yozish kerak. Dars mobaynida masalan biron ustoz bilan biron kitob o'qiyotganda ana shundan chiqayotgan lug'atlarni yozib va uni yodda saqlash lozim. Va yodda saqlash bilan birga uni nima qilish kerak? Uni nutq qilishda ham, uni og'zaki ishlatishda ham uni qo'llash kerak. Agar u yangi o'rgangan ma'nosini faqat matn va kitoblarda uchratib shungagina cheklangan bo'lsa, u tolibi ilm hech qachon yuksaklarga ko'tarila olmaydi.
To'rtinchisi, amaliy mashq qilmaslik. Arab tili o'rganishda yodlamaslik va yozishda muntazam mashq qilmaslik. Bu qanday bo'ladi? Yodlagan narsalarini o'z-o'ziga gapirish va uni yozishda muntazam mashq qilib borish kerak talab ilm. Agar muntazam ravishda mashq qilib uni yodlaganlarini ishlatmasa, u talaba yuksaklarga yana ko'tarila olmaydi. Beshinchisi, arab tili harflarini o'z ona tilidagi harflar va tovushlarga moslab olish. Bu eng katta xatolardan biri. Ya'ni arab harflarini, uni sifat va chiqish o'rinlarini o'zini ona tilidagi harf va tovushlarga moslab oladi. Masalan, arab tilidagi qof harfini kaf deb nutq qiladi yoki zal harfini za deydi. Masalan, bizda ko'pincha sarf o'qiyotgan bolalarda uchrab turadi. Masalan, doroba bo'lsa zaraba deydi. Ya'ni zaraba o'zini tiliga moslashtirib olgan. Bu esa eng katta xatolardan biri. Shuning uchun ey tolibi ilm, mana shu joylarga qattiqroq e'tibor bering. Hech qachon arab harflarini o'zingizning ona tilingizdagi harflarga moslab olmang. Oltinchisi, arab tilidagi lahjalarni bir-biriga chalkashtirib yuborish. Arab tili fusha deyiladi. Fusha degan adabiy til. Adabiy til, ya'ni bizdan arablardan, ya'ni Rasulullohning davridan boshlasak, hozirgacha bizga kelayotgan sof til. Qur'on tili, hadis tili. Ana o'shuni lahjalar ammichalarga chalkashtirib yuborish. Bu ham eng katta xatolardan biri. Ayniqsa arab davlatlarida o'qiyotgan, masalan Misr yoki Saudiya yoki Suriyada yo boshqa arab davlatlarida o'qiyotgan birodarlar lahjalarni bir-biriga chalkashtirib yuboradi. Natijada u to'g'ri fushada chiroyli tarzda so'zlay olmaydi va har safar so'zlashda ammichaga ketib qoladi tillar. Shuning uchun bu xatoni biz qildik. Sizlar qilmasliklaringni iltimos qilib ko'ramiz. Ya'ni sizlar bu xatolarni qilmasliklaringni sizlardan iltimos qilamiz. Yettinchisi, darslarni tartibsiz va aniq rejasiz o'rganmaslik. Ya'ni bir mavzudan ikkinchi mavzuga sakrab o'tib ketish. Tolibi ilmni oyog'iga bolta uradigan eng katta narsa shu. Masalan, tolibi ilm bizdagilar aksar yoshi katta bo'lib boradi. Bir shayxga borsa Qur'on yodla deydi, biriga borsa arab tilini o'rgan deydi, biriga borsa hadis yodlashing kerak, biriga borsa fiqh o'qishing kerak deb haligi talaba u yoqqa chiqadi, u yoqda bir oy o'qiydi, u chiqqandan keyin o'risi bunga yuboradi. Talaba o'rtada 1 yil, 2 yil bordi keldi bo'lib gangirab qoladi. Shuning uchun ey tolibi ilm, o'zizga, o'ziz ishonadigan, o'ziz yaxshi ko'radigan, puxta, taqvosiga, omonatiga ishongan bir ustozni tanlang va shuni yo'nalishi bo'yicha boring. Qolganlar quloq solmang. Yo'qsa siz hech narsa bo'lmaysiz. Endi Qur'on yodlayman desangiz, arab tili o'rganishim kerak, hadis yodlashim kerak deysiz. Endi hadis yodlasangiz, birinchi Qur'on yodlashing kerak deydi. Endi Qur'on yodlayman desangiz, fiqh o'qishing kerak deydi, sirat o'qishing kerak. Xullas kalom siz gangirab qolasiz. Shuning uchun ham tartib bilan sekin-sekin boring. Mayli yoshingiz katta bo'lib bordi. Endi bu muammo emas. Inshaalloh siz farzandlaringizga bu xatoni takrorlamaysiz. Siz farzandlaringizga yoshlikdan o'qitib borasiz. Endi sizga Alloh taolo shu yoshda nasib qildi, alhamdulillah deng va boshidan boshlab sekin asta keting. Ana shu bilan inshaalloh yuksaklarga ko'tarilasiz. Allohim o'zi manfaatli qilgan bo'lsin. فسبحانك اللهم بحمدك ونشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.